Burun acayip okurum üstün adam idim. Kız ayollarını pek gözge alıp ketmeydim. Kaçanki iki kızımga tata boldum. Ularni erkiletip bekiş jarayonida ular meni ot etib mindi. Yetib bersam yuzlarimga dastlab toponlarni yalatdi. Ondan asta tushunib yetdim. Men ko'zga ilmagan barliq ayollar dadillarining ana shundoq e'tiborli qizlari ekan. Mening ayolimmi meni yaratib kuy o'g'il qilgan qiynata qiynanamning o'shundoq e'tiborlab boqqan qiz ekan. Afsus. İnsan mushunga o'xshash haqiqatni his qilganida allaqachon 40ga yaqinlashid ekan. Marhum qiynatammi dunyodan ketar chog'da biz xotinning to'li jidallashgach qizidan xotirjam bo'lolmay ko'z yumgan edi. Ay yigitlar yoki erkaklar, unutmanglarki sizlar muhabbatim deb yurib dilga azor berib zar yig'latayotgan qizlar sizlarning uyinglarda sizlar ham ota onanglarning xizmatini qilayotgan o'sha ayollaringlar asli dadillarning e'tiborli go'harlari. Shunga ularni xarlashqa sizlarni